Sen katta deb bilgan muammolaringga oddiy yechim. Overthinking yo depressiya seni qiynayaptimi? Qanaqa vaqt bo'lishidan qat'iy nazar uzoq yo'lga bitta o'zing sayrga chiq. Xuddi menga o'xshab. Vaqt muhim emas, faqat yolg'iz o'zing. Hech kim bo'lmasin, hech kim bilan muloqot qilma. Faqat o'zing va o'zing bo'lishing kerak. Bo'tga chiqib olib muammolaring haqida emas, o'zing, kelajaking va nimalar qilmoqchi bo'lishing haqida o'ylashing kerak. Tushunayapsanmi? Mana menga o'xshab. Baqirasanmi, chaqirasanmi farqi yo'q. Hech kim sen bilan ishi bo'lmaydi. Bittasi kelib chiqib, bitta gangir ichib olib yurgan bo'lsa kerak deydi. Lekin sen unaqa bas. Bitta kayf qilish uchun, muammolardan qutulish uchun ko'chaga chiqqansan. Chunki bas, shuning uchun shashmash kerak. O'ylash kerak. Takansa yurish kerak. Hop. Bitta o'zing bo'lish bu yerda eng muhimi. Chunki senga hech kim savol bermaydi, seni hech kim bezovta qilmaydi. Bu yerda telefoningni bezuk qilib, uni avtopilotga yoqib qo'yish ham juda ham muhim. Sababi seni kimdir bezovta qilishi mumkin. Lekin bunga yechim bor. O'zingni xuddi menga o'xshab video olayotgandek tutsang, seni qatta yo'q bildirishnomalar bezovta qilmaydi. Shunday bo'lsa ham, lekin sen mana bunday qila olmaysan. Ko'r va tomosha qil.